Toshkent Chirchiqdan kelibdilar. Assalomu alaykum akam, yaxshimisiz? Jigar sirrozi B formasi bilan kelgan ekanlar. 17-kun, xudo xolasa 20-kun yana bitta qayta tekshiruv qilamiz. Aka, holatlari yaxshi, o'zgarish bo'ldimi? Ha, yaxshi. Jigar bo'yicha alomatlar rosa qiynayotgan ekan. Alomatlari sal bo'lsa ham qoldimi aka? Umringiz uzoq bo'lsin. Bu bemorimizni akamizni Yulduzxon opam davolayaptilar. Yulduzxon opa, hozir bilishim bo'yicha 13 xil maxsus o'zingizni giyohlaringiz beribsiz. Jigardagi sirroz, gepatitlarni deyarli ko'plab turlarini operatsiyalarsiz, dori-darmonlarsiz xalq tabobati bilan davolayapsiz aka. Hozir mana shu akamizga natija qilib berish uchun nimalar usullarni qo'lladingiz? Avlodnoma o'tib kelayotgan o'zimiz tabobat dorivor giyohlarimiz to'plamidan tashkil topgan 17 xil sostavni hozir bularga taqdim etdik. Bularni birinchi o'rinda kasalliklari jigar sirrozining 4-bosqichi, gepatit B bilan kasallangan viruslar soni ham o'ta yuqori. Qondagi ALTS bilirubin ko'rsatkichlari juda ham baland holatga keldilar. Ko'ngillanish, qayt qilish, qorindan ozgina o'zgarishlar bormi? Keldilar. Ancha hozir o'zgarishlari yaxshi, ishtahalari yaxshi. Hozir dorilarni yaxshi qabul, dorivor giyohlarimiz to'plamini yaxshi qabul qilib turibdilar. Qon tahlillari, tekshiruv natijalari ham xudo xolasa 20-kuni hamma natijalari olinadi. Juda ko'p odam natija olib ketyapti ekan. Yulduzxon opam oldilariga kelib, og'ir kasallar, rak kasalligini ham, qolaversa jigardagi turli o'sha sirrozlarni ham Yulduzxon opam oldilariga kelib, hattoki Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'istonlardan kelib shifo topib ketishyapti ekan. Akam sizga ham shifo bersin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, opa sizga ham katta rahmat.